urinishda mana shunaqangi go'zal natijalarga erishishingiz mumkin. 13 yillik bepushtlik bilan klinikamizga, ya'ni Istanbul Eko markaziga bemorimiz murojaat qilib keluvdilar. Toshkent shahridan tekshirib ko'rganimizda, demak, xo'jayinlarning urug'ida muammolar bor edi va o'zlarining tuxumdonlarida follikular yorilishi bilan bog'liq muammolar borligi uchun demak, eko amaliyotini tavsiya bergandik. Eko dasturi natijasida 6 ta embrionni muzlatib qo'ydik. Muzlatib qo'yilgan embrionlarni bachadonga qo'yishdan oldin gastroskopiya amaliyotini qilib, bemorimizni bachadonni tayyorlaganimizdan keyin homiladorlik ilk urinishda yuzaga kelganda bemorimizni tabriklagandik. Bugun esa sizlar bilan birgalikda ultratovushda ushbu homilani ko'ramiz. Demak, mana bachadonning ichida homila xaltachasi muborak bo'lsin. Mana homila ko'rinib turibdi. Mana yaxshilab e'tibor bersa, yurakchasidan urayotganligini ko'rib turish mumkin, lekin buni hozir eshitib bo'lmaydi. Apparat ovozini baland qilib bera olmaydi. Xudo xohlasa 10 kundan keyin ultratovush tekshirganda buni xudo xohlasa 10 kundan keyin yurakchasini eshitib ko'ramiz siz. Kimda mana shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta biz, ya'ni Istanbul Eko markaziga murojaat qilib kelganingizda ilk urinishda mana shunaqangi go'zal natijalarga erishishingiz mumkin. Hammasi albatta Allohdan, biz esa bu yangilik, bu baxt uchun sababchi bo'lishga qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak bo'lsa qilamiz. Salomat bo'linglar.